Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Premiere Pro'da noldan montaj qilishni o'rganamiz. Birinchi darsligimiz videoni kesish, to'g'rilash, ovozlar bilan ishlash, ranglar bilan ishlash shular haqida bo'ladi. Bu video darslik endi kirib kelgan montajyorlar uchun ham bemalol mos keladi. Xo'p, ketdi. Videoni boshlashimizdan oldin videoga like va podpiska bosib qo'ying. Xo'p, qisqacha tushuntirib o'taman WordPress'ni. Bu yerda nimalar bor? Xo'p, bu yerda bizada ekran bor, ya'ni qilib turgan montajimiz ko'rinadi. Bu yerimiz timeline, ya'ni bu yerda ovoz, kadr, hamma narsa yoziladi. Bu yerda esa tayyor shablonlar, effektlar, o'zingizni papkangizdagi muzikalar turadi. Bu yerda bular bilan keyingi darslarda tushuntirib o'taman. Bu yerda esa tashagan materiallaringiz, ovozlaringiz, videolaringiz ko'rinadi. Xo'p, ketdi. Boshlaymiz. Videoni tashadik. Videoni tashaganimizdan keyin bizada nima chiqadi? Eng birinchi qiladigan ishlaringiz mana bu yerdan nastroykani to'g'irlab olish. Hozir tushuntiraman. Xo'p, timeline'ga videoni tashlaganlaringizda mana bu yerdan shunaqa videolar chiqadi. Bu yerdan esa mana bunaqa iconli video paydo bo'ladi. Mana shuni nastroykasini to'g'irlab olishimiz kerak boshida. Xo'p, qanday to'g'irlanadi? Mishkani o'ng tomonini bosamiz va bu yerdan sequence settings bor, ya'ni sozlamalar bor. Kiramiz. Odatda men endi to'g'irlaganim uchun hozir sizlarda shunaqa ko'rinyapti, lekin odatda sizlarda mana bunaqa ko'rinadi. Ya'ni FPS 24 ta turgan bo'ladi. Bular esa kamera razmerida turadi, ya'ni 3240 yana qanaqadir razmerda turadi. Sizlar shuni FPS ni 30 qilasizlar. Res razmer bo'lsa 1080 ga 1920 qilasizlar. Agar YouTube video bo'ladigan bo'lsa, shuni 1920 ga 1080 qilib o'zgartirasizlar. Qolgan joyiga teginmaysizlar. Keyin OK bosamiz. OK bosdik. Premierli videolaringiz mana shunaqa holatda ko'rinadi. Buni qanaqa to'g'irlaymiz? Xo'p, videoni ustiga bosamiz. Bosganimizda bizda FX control bo'limi bor. Bu yerdan scale'ni 50 qilib qo'yamiz. 50 qilib qo'yamiz. Odatda bu to'g'ri tushgan. Yana sizlar tashlaganlaringizda mana bunaqa bo'lib tushishi ham mumkin. Ya'ni mana bunaqa bo'lib tushishi mumkin. Hozir mana bunaqa bo'lib tushadi odatda. Ko'pincha kamerada olingan videoni timeline'ga tashlaganlaringizda video mana shunaqa bo'lib tushadi. Uni to'g'irlash uchun boshida aytganimdek videoni bosasiz. Bu yerdan scale'ni 50 qilasiz. Keyin bizda rotation bor. O'shani shunaqa 180 ga 0 ga tushirib qo'yamiz. Endi menda o'zida bo'lgani uchun 0 ga qilib qo'ydim. Lekin sizlarda mana shu bunaqa bo'lib tushganda sizlarda ham 0 bo'ladi. O'sha narsani 180 ga to'g'irlab qo'yasizlar. Sizlarda 180 bo'ladi. Xo'p, ketdi. OK, to'g'irlab oldik videomizni. Ikkinchisini ham xuddi shunaqa to'g'irlab qo'yamiz. Scale bilan uzoqlashtirib to'g'ri qilib qo'yamiz 50 qilib. Endi qarang, bizda ikkita kamerada olingan bu video. Ovoz ham ikkita. Buni ikkalasini qanaqa qilib bir-biriga tushirsa bo'ladi. Xo'p, uning uchun birinchi videomizni ikkinchi videomiz ustiga chiqaramiz. Bu qanaqa amalga oshiradi? Videoni tanlaymiz va meshkani chap tomoni bilan bosib turib bitta tepaga chiqaramiz. Manaki. Ovozni ham xuddi shunaqa. Faqat ovozni pastga tushiramiz. Manaki. Ko'rdinglar? Endi buni qanaqa qilib sinxronizatsiya qilamiz? Ya'ni bir-biriga tushiramiz. Meshkani chap tomonini bosib turib bunday qilib chizib olamiz va belgilab olamiz ovozda videolarni va videoni ustiga o'ng tomoni bilan bosamiz meshkani. Va bu yerdan bizda sinxronizatsiya bo'limi chiqadi. Bitta bosamiz. Bizda audio traction ikkita kanal bor, ikkita ovoz bor. O'kta bosamiz. Kutamiz. Anaki. Ko'rib turganlaringizda sinxronizatsiya bo'ldi. Endi bizga
Mana bu ovoz kerak emas. Ya'ni ovozimiz bunda esa ovoz yo'q. Yozilmagan, ya'ni tushmagan mikrofonga. Bu kameraning ovozi bo'ladi. Bu esa sizlar bilishlaring uchun rangini o'zgartirib qo'yaman. Manaki bu kameraning ovozida, kamerada yozib olingan ovoz, bu esa mikrofonda yozib olingan ovoz. Bizda kamerani kerak emas. Buni o'chiraveramiz. Xo'p, qanaqa qilib o'chiramiz desanglar, sizlarda o'chirish tugmasi bor, o'zi обычный klaviaturada bilasizlar, o'sha bilan o'chirsanglar bo'ladi. Shortcutlarni ham o'zlaringizga moslab qilib to'g'rilab qo'ysalar bo'ladi. Endi men o'chirish tugmasini D harfiga qo'yib qo'yganman, ya'ni delete ma'nosidan kelib chiqib D ga qo'yib qo'yganman. Atak sizlar ham shuni to'g'rilab qo'ysalar bo'ladi. Ya'ni o'chirmoqchi bo'lsanglar, обычный o'chirish tugmasi orqali, ya'ni klaviaturasi orqali o'chirasizlar. Mana o'chirildi. Xo'p, okey. Endi nima qilamiz? Kesish, ya'ni ortiqcha joylarni kesish. Bitta videoni eshitamiz. Reklamaga $1 sarflash, $1 ham sarflashdan oldin. Reklamaga Xo'p, to'g'ri ovoz mana bu yerdan boshlangan. Buni qanaqa qilib kesamiz? Xo'p, buni ham xuddi shunday. Men o'zimga shortcutdan to'g'rilab qo'yganman. Ya'ni R harfini bosganimda ham ovoz, ham video ham kesiladi. Hammasi baravariga kesiladi. Ya'ni bizda 3 ta layer bor. Ya'ni uchalasi ham kesiladi birdan R ni bosganimda. Buni ham sizlar o'zlaringizga to'g'rilab qo'ysalar bo'ladi. Mana. Ko'rib turibsizlar? Mana ko'rib turibsizlar, o'rtasidan kesildi. Endi buni sizlarda qanaqa bo'ladi? Ya'ni sizlar qanaqa kesasizlar buni? Xo'p, yangi kirib kelgan montajyorlar. Sizlarda mana bu joy bor. Ya'ni mana bu kesish nosi bor, instrumenti bor. Shuni bosib turib kessanglar bo'ladi. Xo'p, atak agar shuni bosishga erinsanglar, S harfi bilan kessanglar ham bo'ladi. Ya'ni ruscha S harfi bilan. Misol shu turadi. S harfini bosaman. Mana ko'rdinglar. O'zi lezvacha bo'ldi. Shu bilan bittalab mana tepa video, pastki video ovoz bittalab kesildi. V ni bossanglar, meshkani o'ziga qaytaradi, ya'ni hech qanaqa amalda bajarmaydigan meshkani o'ziga qaytaradi. Bitta bunday qilib belgilab, delete tugmasini bosib olamiz. O'chib ketadi. Ko'rdinglar? Mana shunaqa qilib o'chirasizlar. Xuddi shunday qilib turib kesib olasizlar o'zlarining ortiqcha joylarini. Nima deydi? Kerak joylarni kesib olasizlar xullas. Endi qiladigan ishimiz nimadan iborat desanglar, kameralar bilan ishlash. Xo'p, kamera bilan, ya'ni ikkita kamera-ku bu, ikkita kamera bilan qanaqa ishlaysizlar? Men endi qisqacha kesib tashlayman bu yerlarni endi cho'zib o'tirmaslik uchun. Xo'p, gapiryapti, gapiga qarab turib to'xtatsa, ya'ni bitta gapni gapirdimi bo'ldi, ikkinchi gapga o'tayotganda o'sha kamera almashtirish kerak. Misol mana shu yerdan ikkinchi kamera o'tsin. Ikkinchi kamera o'tish uchun qanaqa qilasizlar? Prosta shu joyidan kesib olasizlar, boya o'rgatganimdek. S harfini bosib turib kesib olasizlar. Hozir 1 minut telefon kelib qoldi. Xo'p, kesib olasizlar. Endi ikkinchi kamera qanaqa o'tkazasizlar? Xo'p. Mana tepadagisi bizada birinchi video, pastdagi birinchi kamera, pastdagisi ikkinchi kamera. Xo'p, ikkinchi kamerani yoqish uchun qanaqa qilasizlar? Prosta mana shu birinchi kamerani hozir. Xo'p, qanaqa qilib o'tkazsak bo'ladi? Ikkinchi kameraga mana shu tepada turgan birinchi kamera, ya'ni pastda ikkinchi kamera bo'lgani hisobiga, video bo'lgani hisobiga ikkinchi kamera ko'rinmayapti. Uning uchun yo tepaga chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Mana ko'rdinglar. Ikkinchi kamerani, birinchi kamerani yuqoriga chiqarib qo'ysanglar ko'rinadi. Agar yo'q, bunaqa qilmayman desanglar, xo'p. Shift W ni bossanglar, prosta ko'zi o'chadi. O'sha videoni ko'zi o'chadi. Video turaveradi, prosta ko'zi o'chadi. Shift W. Shift W. Ko'rdinglar? kerak bo'lgan. Tekshirishingiz kerak bo'lgan. Ko'rdinglar, ikkinchi kamera o'tdi. Okey, kesishdi, kamera bilan ishlashdi. Menimcha bildinglar. Endi buni bo'yash. Ko'rib turibsizlar, slow formatda olingan. Buni qanaqa qilib bo'yaymiz? Odatda men tayyor lotlardan foydalanaman. Agar kerak bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsanglar, tashlab beraman. Yo bo'lmasa izohlarning o'zida
tashlab qo'yaman. Xo'p, ketdi. Qanaqa qilib loot tashlaymiz bunga videoga? Birinchi navbatda biz EJSni tashlab olishimiz kerak videoni ustiga. EJS qanaqa qilib tashlaymiz? Mana bu yerdan Neft Time degan joy bor, ya'ni bo'lim bor. Bu yerdan shunaqa narsalari bor, ya'ni color mating, sequence, EJS. Bu yerdan sizlarga eng ko'p ishlatadigan narsasi EJS Miller. Shuni bitta bosasiz, okta bosasiz. Mana bu yerda chiqadi. Shuni ushlab turib mishkani chap tomoni bilan olib kelib ustiga tashlaysiz videoni. Videoni ustiga tashlaysiz. Tashaldi. Endi lootni mana shu EJSga tashlasangiz, mana bu videoga ham beriladi. Tushunyapsizmi? Buni qanaqa qilib tashlaymiz lootni desangiz, bosamiz. Mana bu yerda Luminosity Color bo'limi bor. O'tamiz. Luminosity Color bo'limidan Import Loot deyapti. Premierda ham o'zini tayyor lootlari bor. Mana ko'rib turibsizlar, tayyor lootlari bor o'zini. Agar sizlarga ma'qul kelsa shulardan ishlatasizlar. Agar ma'qul kelmasa, o'zlaringizni lootlaringiz qanaqadir saytlardan yo bo'lmasa Telegramlarda yuklangan sayt ularlaringiz bo'lsa tashlab olasizlar. Menda bor. Hozir o'zimga tashlab olaman. Xo'p, o'rgataman o'xshayman. Qanaqa qilib tashlanadi? Ya'ni chetdan yuklab olgan lootingizni qanaqa qilib tashlaysiz? Xo'p, buni bosasiz. Mana bu yerda Proxy degan joy bor. Shuni bitta bosasiz va o'sha lootingiz qaysi papkada turibdi, o'sha papkani topib olasiz. Mana misol menda rабочий stolda Sony degan papka bor. O'shaning ichida mana ko'rib turibsizlar. 5 ta loot bor. O'shadan bittasini tashlab oldim. Mana ko'rdinglar, rangi qanaqa bo'ldi? S-Log formatdan rangli holatga o'tdi. Endi shuni ustida ham ozroq ishlash kerak. Bizda hozir videoyimiz sal qizarib ketgan. Endi shuni sal to'g'rilaymiz. Keyin rang berayotganlaringda faqat sizlarga mana shu joyi kerak. Mana bu tomonlari kerak emas sizlarga. Asosan kerak bo'ladigan joylari mana shu. Ko'rib turibsizlar? Faqat mana shu joyi kerak sizlarga. Mana bu pastdagilari kerak emas. Xo'p, taxminan mana shunday qilib oldim. Menimcha yaxshi shu rang. Ko'rdinglar? Do bosli. Okay. EJSni mana bunday qilib turib, cho'zsanglar ham bo'ladi. Ya'ni bundan keyingi davomiy videolariga Siz kerak bo'lgan, tekshirishingiz kerak mana ko'rdinglar, ikkinchi kamerani ham ko'rdinglar. Qanaqa bo'ldi? bo'lgan Xo'p, kesdik. Ortiqcha joylarni kesib tashladik. Ikkita kamera bilan ishladik. Endi qiladigan ishimiz render qilish. Qanaqa render qilamiz desak, sizlar polygon fayl bo'limiga o'tasizlar. Bu yerdan eksport bo'limiga o'tasizlar. Ya'ni ketdik, endi dars ketaveradi. Mediani bosasizlar. Bu yoqqa o'tadi. Buni tezroq varianti bor. Tak. Hozir 5 minut. Tezroq varianti bu. Qanaqa qilasizlar? Ctrl M ni bosasizlar. Ctrl M. Hozir yana Ctrl M ni bosasizlar. Sizlarda export, ya'ni render qilish bo'limi ochiladi. Bu yerdagi nastroykalar qanaqa qiladi desanglar, men o'zimni qisqacha nastroykalarimni ko'rsatib o'taman. Sizlar to'g'rilashinglar kerak bo'lgan. 30 ga qo'yasizlar. Moreni bosasizlar. Moreni bosgandan keyin dash pastga tushasizlar. Mana ko'rib boringlar. Sizlarda qanaqa turibdi nastroyka, o'zlaringniki bilan bir xil qilayman. Har doim mana shunaqa nastroykada render qilaman. Ya'ni bu mana nastroykam Instagram formati uchun vigitni, ya'ni nima deydi? Mos keladigan variant. Xo'p. Bo'ldi. Boshqa narsasi shart emas. Asosiy kerakli, to'g'rilash kerak bo'lgan nastroykalar mana shular. Ko'rib olinglar. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Mana bu yerdan qayerga saqlanib qilamiz, ya'ni render qilamiz videomizni. Bosamiz. Menda o'zi papka bor. Yo'qsa o'zlaringiz ochib olasizlar, misol sozdat qilib darslik deylik.
darslik bosamiz. Okey, bu yerdan nomlaymiz. Darslik deb просто eksportni bossak bo'ldi. Eksport bosasiz. Aytgancha sizlarga yana bir narsani aytishga odamlar ko'tarilibdi. Qarang. Bizda timeline bor-ku, mana shu timeline, to'g'rimi? Mana bu yerda menda videolar juda ko'p. Buni hozir men chegara qo'ymadim, ya'ni aynan mana shu video render bo'lishi uchun men chegara qo'ymadim. Hozir eksport qilganimda mana bu videolar ham qo'shilib render bo'lib ketyapti. Chunki men chegara qo'ymadim, ya'ni aynan mana shu videoni tanlamadim. Buni qanaqa qilib tanlaymiz? Просто belgilab olamiz. Mishkani chap tomonini bosib turib, klaviaturadan so'roq belgisini bosasizlar. So'roq belgisini bosdinglar, ko'rdinglar? Bizda mana bu narsa bor. Mana shu chegarani ichidagi video render bo'ladi. Misol, men shunday turibdimi? Mana bu yergacha cho'zsam, mana shu yerdan mana shu yergacha render bo'ladi. Bu yerda video yo'q bo'lsa ham. Sababi chegara mana shu yerda qo'yilgan. Endi mana shu videoni o'zini render qilamiz. Ctrl M. Nastroykalar o'zi saqlanib qilib qo'ysanglar bo'ladi. Darslik. Saqlanadi. Eksport bosamiz. Bizda video render bo'ldi. Mana. Endi ko'ramiz. Abses. Darslik. Mana. Reklamaga $1 ham sarflashdan oldin siz bilishingiz kerak bo'lgan, tekshirishingiz kerak bo'lgan 27 ta qadam. Shunday qilib birinchi darsimiz tugadi. Xudo xolasa keyingi videoda mana shu videoni boshlang'ich montajlarini afterda ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.